Salom do'stlar, sizlar bilan yana Dilisi Clan O'zbek kanali. Menga podpiska va like bossang, men sizga Ronaldo yo Messini bittada tushirish sirrini o'rgatmoqchiman. Mana ochilishga ham 4 sekund qoldi. 3, 2, 1, 0. Mana agent 19 kunga ochildi. Bunga sira 2 marta bosasizlar chiqib ketib, yana qaytadan bosib, bittada bosasizlar chiqib keladi mana. Qora o'yinchi. Bu Portugaliyalik, 7-raqamda o'ynaydi. Bu kim ekan? Kontrollarni ko'rsatmoqda. Qani, Valverdeni aldab o'tdi. O pushkalardan juda pushkasi yaxshi o'yinchiga o'xshayapti. O Cristiano Ronaldo. Men aytgan bagni albatta qilingizlar va sizlarga aniq tushadi. Messini ham shunaqa tushirishni ko'rsataman. Keyingi videolarimda obuna va like bosing.